Lazizxon, familiyam Alimjanov, 1989-yilmi. USP bo'limini pochtalyoni bo'lib 5 yildan beri ishlayman. Oilaliman. 2 farzandim bor. Bittasi maktabga, ikkinchisi bog'chaga boradi. Soat 7 da turaman. Oilaviy choy ichamiz. Keyin ayolim bolalarimni tayyorlab beradi. Katta farzandimni, ya'ni 10 takam 8 da yo'lga chiqaman, uni olib chiqaman. Keyin uni tashiyman, qaytaman. Kichkina farzandimni, u ham tayyor bo'lib turadi. Soat 8 larda kelib, kichkina farzandimni ham bog'chasiga olib borib tashiyman. Keyin ishxonaga yo'l olaman. Ishxonaga kelaman, ya'ni avtobusda kelaman. Universiamdan 93, 140, 24 keladi. O'shalardan Liboyga o'tirib kelaman. Biza qarindoshlarimiz bo'tga kelib bitta oilamiz. Xonada bitta oilamiz. O'zimdan katta kichkinalar bilan quchoqlashib salom alaykum qilamiz. Bizani xatimizni santirovka qilamiz. Har bitta pochtalyonlarga ajratishadi. Pastiga ayol ajratib beradilar. Yulduz opa yoki Nazokat degan qiz. Ular brigadir. Xonamdan brigadiri. Ular bizaga javob beradi. Misol uchun nima bo'lsa, ular bizaga javob beradi. Nachalnigimiz ulardan talab qiladi. Ular ajratib beradi xatlarni. Keyin biz santirovka qilib, ham bo'ldi, o'zimniki ekan, kompyuterdan chiqarib beravergan deb qaytarib beramiz. Keyin qaytarib beradi, kompyuterdan chiqarib, planshet orqali biz keyin har bittasini tekshirib olamiz. Tekshirib bo'lganimizdan keyin ajratamiz o'zimizga. Qulayroq qilib, misol uchun har bitta anaqasi qulay bo'lishi uchun ajratib olamiz. Oson yo'lini topamiz. Ishxona velosiped bergan, 3 g'ildirakli, yukli. Bo'shabdi-yu. O'shanga velosipedga ortib, dastavkaga chiqib ketaman. Bizda planshet bor. Hozir gapirib o'tdim, planshet, ishxonaga berilgan planshet. Sizda nechta xat bo'lsa, menda misol uchun menda 100 ta xatmi, qo'limda planshetda ham 100 ta xat bor. Ana o'shani через planshet orqali topshiramiz. Rasmga olaman, qo'l qo'ydiraman, dastavkaga qo'yaman. Yo'qolib anaqa bo'lib ketadi, dastavka bo'lib ketaveradi avtomatik. Har bitta uchastkani o'ziga yarasha pochtalyoni bor. Endi bitta xatni misol uchun bitta organizatsiyaga misol uchun xatlarni hadeb olib boraversangiz, tanish bo'lib ketasiz, yaqin bo'lib ketasiz. O'shani sababli yaqin bo'lib ketganman klientlarim bilan. Вот это бабуля. Да, Тоня подает. Даракчи, хоп. Я почтальон же, бабуль. Хоп, удачи вам. Хоп. O'tgan yili qishda sovuq bo'lganda, bolam bir piyola issiq choy ichib olgan deb uyga taklif qilganda kirmaganman. Lekin podyezddan issiq choy berganini esimda. Podpis поставьте. Спасибо. Хоп, удачи вам. Хоп. Рахмат. Это ваша униформа? Да, это форма. Чтобы вас издалека видели, да? Да. Спасибо вам. Рахмат. Спасибо вам. Вот так. Parol nechi? Vaqtga to'xtdi. Bizda forma 20-22 bor. Bu narsani xodim misol uchun eshigiga bordingiz, eshigi parol bilmadingiz. Uyga borganimdagi eshikni ochmasa yoki uyda hech kim bo'lmasa, forma 22-20 bilan yozaman. Pochta keldi, xat keldi. Deyman, shtrix kodini yozaman xatda. Keyin tagiga o'zimni telefon nomerimni yozaman, qistirib qo'yaman eshigiga. Bu xat keldi degan ma'noni bildiradi. Klient boradi, eshikni ochayotgan, xat kelgan ekan deydi, o'sha yozgan nomerimga telefon qiladi. Rahmat opa, yaxshi ishlaylar. Xo'p.
Bir xillada uyda olib kelaman, misol uchun. Bir xillada oylik olganda pul tashlashib, obedga u yoqqa chiqamiz. Atak uyga ovqatini hammamiz olib kelib, dasturxonga bitta qo'yib obedlanamiz. Alo, opa. Assalomu alaykum. Vaalaykum. Muhammad Fozil uydami? Uyda. Berib yuboring. Alo. Vo bolam, qalaysan? Keldingmi? Necha olding bugun? Nimadan 5 olding bolam? Ha? Ha, yaxshi. Tuzukmisan? Ikkita farzandim kickboks sporti bilan shug'ullanadi. Buni sababi bor. Kickboksga olib bordim. Kickboksga ham olib borganimda medallarni ko'rdi. Men shunga qatnashaman dedi. Keyin birinchi chempionatda o'g'lim bilan kichkina o'g'lim borishdi ikkalasi. Chunki tomosha qilishga olib bordim kichkinamni ham. Keyin ada dedi 5 yosh bo'lsam akamiz zaliga boraman deb niyat qilib qo'ydi. Bo'pti bolam dedim. Kichik katta o'g'limni 7 oyligida olib chiqdim. Qani nima qilar ekan, yutarmikin, yo'qmi deb. Keyin finalgacha borib yutqizib qo'ydi. Kichkinam aka yuting deb quchoqlab yig'layapti-da, aka. O'zim yoshim, ko'zim yosh kelib ketdi. Yosh bola akasiga niyat qilyapti. Aka yuting deyapti. Qog'ozrat qo'yma. Bo'pti, xayr hammaga ketdim. Biz faqat xat tashlash bilan iborat emasmiz. Bitta xonadonga 4 ta xat olib bordim. Olib boruvdim, ukam padaringga deydi-da, misol. Boshida shunaqa dedi, padaringga dedi, padarim olamdan o'tgan til tekkizmaydi dedi. Shunda men hazillashdim dedi. Men hazillashdim dedi. Lekin padardan hazillashmayman aka dedim. Ko'pini ko'rganman. Organizatsiyalar ham misol uchun organizatsiyalar ko'chib ketadi. No, yuridическийdir o'sha joy bo'ladi. Eski joyidan ko'chib ketdi, vazrat qorasmi? Vazrat qorganingizdan organizatsiya keladi oldimga. Nima xatto olib bormading? Ko'chib ketdingiz-ku deydi. Lekin men Yunusobodda yashab turib, Chilonzorga olib borib berish haqqim yo'q. Buni organizatsiya to'g'ri tushunmaydi. Bir xil tushunadigan bor, bir xil tushunmaydigan bor. Melki paket, pasilka, keyin zonadan kelgan xatlarni ham uy egalariga olib borib beramiz. Olib borib bersa, duo qilib qo'yishadi. Ayniqsa yosh kattaroq, dodalar, kampirlar bo'ladi. Bolam rahmat olib kelib berganing uchun deydi, duo qilib qo'yadi. Bu pochta rivojlanyapti, darsi rivojlanadi. Misol, lekin yo'q bo'lib ketmaydi. Men buni aniq bilaman. Men o'zim kasbimni qadrlayman. Mana shu ish bor, oilam qoni to'q deb o'ylayman. Xatlarni biz dastavka qilamiz. Qatta bo'lmasidan, misol sovuq qishdami, sovuqdami, issiqdami dastavka qilamiz. Chunki klientlarimiz xursand bo'lsa, biz ham xursand bo'lamiz. Xatlarni olib borsak, klientlar shumqadam keldingmi deyshadi. Hazil-huzur qilib, shumqadam deyshadi. Qamoqxonalardan olib borsam xat duo qilib qo'yishadi, yosh kattaroq odamlar. Bolam, rahmat, shu xat kutotuvdim deydi. Kelgan zahoti siraz bu xat kutotdilar-yu deyman, siraz olib borib beraman. Bu ona bilan bolani sog'inchi bu xat. Sog'inchida nima yozilgan o'zim bilaman-da, olib borib beraman. Men faxrlanaman, g'ururlanaman ishimdan. Men kamchilik ko'rmayman, ishxonamdan ko'rmaganman ham. Faxrlanaman.